Aziz qadrmon do'stlarim, assalomu alaykum. Omonmisizlar qadrlonlarim? Bu hayotda ikkita narsani hech qachon qo'rqish kerak emas. Ikkita narsani. Birinchisi o'limda. Xohlagan paytida kelib, kasal yotibsizmi, yaxshi yuribsizmi qarab o'tirmas ekan. O'lim so'rab kelib o'tirmas ekan. Keldim olib ketar ekan. Faqat payg'ambarlardan so'rab kelgan ekan. Siz joningizni olsam maylimi? Payg'ambarimizdan so'raganda jon oluvchi farishta do'st nima deyapti debdilar. Do'st ya'ni Alloh nima deyapti deganlarida jon oluvchi farishta aytgan ekan, do'stni sog'indi deb aytdi Alloh deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unaqa bo'lsa og'irgan degan ekanlar. Ya'ni o'limdan qo'rqish kerak emas, xotiram olish kerak emas. O'lim haq. Ikkinchisi rizq nasibidan ham qo'rqish kerak emas. Gar dengiz tagida bo'lsa-da joying, bir bahona birla rizqing berar Xudoying deyilgan. Shuning uchun o'limdan, rizq nasibidan qo'rqish kerak emas. Albatta Allohim hammamizga mehribon zot. O'zi aziz qilsin hammamizni, qadrdonlarim mana. Boringlarga shukr azizlarim mana.